kuchda agronomdor bo'lsa har joqi yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar jamoati. Biz gilos bog'da bitta gilosimizda bir shunday turgan narsa bopti. Shularni sizlarga bir ko'rsataychi. Mana qaranglar. Mana momoni o'ta ko'p olgan. Mana o'ta ko'p zakonni olgan, bar joyi yaxshi olgan. Imенно mana bir shog'i qaranglar. Bir shog'i. Qolganlari bar joyi yaxshi, bir shog'i qaranglar. Bardig'i ikkitalik. Mana. Bardig'i ikkitalik. Bardig'i mana. Bardig'i ikkitalik. Nimaga? Kim bilir? Kommentariya yozinglarchi. Kuchda agronomdor bo'lsa, bir daraxt evet mana. Bardig shoxda bittalik, mana bir ele shoxi mana ikkitalik bo'lib, bardig'i ikkitalik mana bitta shox. Kommentariya yozinglar, kutaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ishingizga ig'lik, tinchligingizga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa, like-dan bosamiz. Kim bilsa buni aytib bergilar, o'shani ham keyin turi videosini chiqarib qo'ygan harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.